Farg'ona shahar Matalkada adliyaning yonida 230 sotuvli xonadon sotuvga qo'yilyapti. Korobka holatida 2 qavat, gaz, suv, svetlari kirgan. O'zini mana asosiy robotdan kiraverishimizga bu yerda bitta yopiq garaji. Qum suv va qora suvoqlari bo'lgan. Mana bu yerda sanuzelga joy ham tashab ketilgan. Hojatxonaga tashqi tomonda hojatxonasi. Endi mana ichkari tomondan kiraverishimizga 100% pishiqishda qurilgan 2 qavatli qilib kirishimizga mana bu yerda bitta mehmonxona uchun joy. Tepasiga piltalar qo'yilgan. Piltalari ham pishiq, baquvvat, yana davom ettirsangiz bo'laveradi. Mana bu yerda bitta xonasi, bu tomonda yana bitta xonasi. Xo'p, mana bu yoniga ham bitta sanuzelga joy tashab ketilgan. Zinapoyaning tagida. Xo'p, endi mana ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatiga ham chiqib oldik. Mana o'zini mansard qismi ham bor. Uy qilib foydalansangiz bo'ladi, tepasini ham. Xo'p, mana ikkinchi qavat chiqaverishimizga mana bu yerda xuddi shu planirovkasi, bu yerda ham sanuzelga joy tashalgan. Bu tomonida ham keng ikkita xona qo'yilgan. Oila uchun o'tiradigan bitta katta zal. To'liqlicha pishig'ishda qurilgan, gaz, suv, svetlari kirgan. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shahar Matalkada adliyaning yonida 230 sotuvli xonadonimiz korobka holatida pishig'ishda qurilgan, 2 qavatli, o'zini mansardi ham bor. Uy qilib foydalansangiz ham bo'ladi. 6 xona, 2 ta sanuzelga joy tashalgan. Tashqi tomonda hojatxonasi ham bor. Xo'p, narxini 55 mingga baholashyapti. Ozgina tushib beradigan joyi bor.